yoki Boston Dynamics'da robotlari bor. Xitoyda ham chiqarayotganligi uchun bu yoqda hozir startaplar robotlar qurishga harakat qilyapti. Chunki hozirgacha biz robotlar qismlari bor edi, bizda miya yo'q edi. Hozir biz miya bor. Endi robotlarni ham qursa bo'ladi. Endi ikkalasini olib kelsa, sizda tayyor robot odam. Tayyor robot odam. Uni robotlar hozir hayotimizda bor, allaqachon yuribdi. Avtomatik mashinalar, Tesla'ning avtomatik mashinalari allaqachon robot. Ko'radi, eshitadi, bemalol o'zi mustaqil harakat qila oladi-da. Endigi kelajakdagi ishlar mana shu robotlarni uy ishlari, juda ko'p narsaga robotlar. 200 yoshli odam kino bor-ku. Robot bo'ladi, iRobotni asosiy kinosini ko'rsiz shunaqa. Xuddi o'sha narsalar reallikka aylanmoqda-da. Hozir o'sha Isaac Asimovni iRobot degan kitobi bor-da. Mana iRobotning kitob trilogy'si bor. Kitobida o'sha aytib o'tgan narsalari bor. Biz robotlarni qurib turgan vaqtimizda mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak dedi. Lekin hozirgi kunda shu narsalarga e'tibor berilmaydi. Endi qaysidir ma'noda balkim bordir. 3 ta narsa xavf bo'lishi mumkin. Robot qonunlari bor dedi. O'sha qonunlarning 3 ta asosiy qonun. Robot hech qachon odamga zarar yetkazmasligi kerak. Birinchi qonun. Ikkinchi qonun. Robot deydi insonni gapirgan gapiga unga bo'ysunish kerak. Insonga bo'ysunish kerak deydi. Agar deydi u birinchi qoidaga muvofiq bo'lsa, ya'ni agar siz robotga sizga tan jarohati yetkazib buyursiz, u robot o'shani qilmasligi kerak. Bu ikkinchi qonun. Lekin bo'ysunish kerak. Lekin bo'ysunish kerak. Jarohat yetkazish yoki nima inson hayotiga xavf bo'lmasa, kimnidir kimgadir tan jarohati yetkazish so'rasiz, uni qilmasligi kerak deydi. Keyin uchinchisi aytadi, robot o'ziga o'zi ham zarar yetkazmasligi kerak deydi. O'zini agar deydi, mana shu inson birinchi qoidaga nomuvofiq bo'lmasa, ya'ni o'sha agar insonga xalal beradigan o'sha qanaqadir tan jarohati yetkazadigan bo'lsa, o'zini o'zi yo'q qilishga huquqi yo'q deydi. Mana shu narsalarni o'sha Isaac Asimovni bu kitoblar 1950-yilda yozilgan kitob. O'sha davrda bu odam tasavvur qilganda, shu narsani tasavvur qilgan. Bugungi kunda biz mana shu narsani ichida yashayapmiz. Mana yetib keldik. Bu qaysidir jihatdan qo'rqinchli desangiz ham bo'ladi, qaysidir jihatdan yaxshi ma'nolari ham bor. Bu cheklovlar, AI ga cheklovlar o'zi bormi? Cheklov qo'yaptimi jilo? Hozirgi oxirgi voqealarga asoslansak, ha desak bo'ladi, balki davlat manfaatlari borligi uchun, ya'ni cloudni Mythos degan modeli chiqdi, Frontier modeli, ya'ni uni o'sha kiberxavfsizlik bo'yicha juda ham Fable degani ham chiqdi keyin orada. Fable ham uni ham to'xtatdi. Uni hukumat aralashishi to'xta bu narsani biz juda ham kuchli. Oldin buni o'sha Amazonni dasturchilari buni o'sha hack qila olishgan, qaysidir jihatdan foydalanib turib, uni hack qilishda keyin hukumat to'xta buni dedi. Biz buni yaxshilab to'xtatishimiz kerak. Safe, ya'ni odamlar uchun xavfsiz darajaga keltirsak, keyingina qo'ya olasan deb. Agar u qudratli o'sha AI bironta yovuz odamni qo'liga tushib qolsa, noto'g'ri qo'llarga tushib qolsa, shu narsa bo'ladi. Katta kuch bo'ladi-da. Chunki u narsa har bitta hozirgi mana juda ham kuchli programmalarni nozik nuqtalarini topib bera oldi-da u narsa. O'sha Linux deymizmi, Linux kernellarini, dasturlarni nozik nuqtalardan topib bera oldi. Agar mana shu narsa firibgarlar qo'liga tushsa, ular bundan foydalanib, o'sha banklarni hack qilishi mumkin, boshqa ishlarga foydalanishi mumkin-da. Chunki har bitta dasturni o'ziga biz bilmagan nuqtalari bo'lishi mumkin. O'shalarni ochganligi uchun hukumat aralashdi, to'xtatdi. Bu degani 100% endi hozir qanaqadir regulyatsiya bor degani emas, lekin ma'lum bir darajada endi davlat ham o'zini ta'sirini o'tkazyapti. Endi bu yerda davlat manfaatlari bor yoki boshqa davlatlar, Xitoy bilan boshqa davlatlarda dasturchilar shuni qo'lga kiritmasin, biz buni xavfsiz qilamiz degan ma'noda u to'xtatishdi. Lekin umumiy ma'noda bular hozir shunaqangi tez ketishyapti. Boshqa hukumat bularga yo'l ochib beryapti, pullar beryapti, qancha investitsiya qilyapti, data centerlar, databazalar qurishga yordam beryapti. Chunki maqsad mana shu super intelligence'ni birinchi bo'lib qurish. Amerikaning o'zidagi ichki bozoridagi kurash ham Anthropic yoki Google'da yoki mana OpenAI bir-biri bilan raqobat olib borishyapti. Bu yoqda DeepSeek bor. Apple ham endi sekin juda orqada qolib kelyapti. Apple juda ham orqada qolib ketdi. Bu Apple endi ularga yetib olish uchun ancha harakat qilish kerak. Bularning eng yaxshisi hozir eng imkoniyat ko'p. Hozir ham qarasangiz Google deb o'ylayman. Google 2010-yillarda o'sha DeepMind proyektini boshlaganda, buni alohida proyekti bor. Bu
oldinlaridan o'sha bular harakatni boshlagan birinchilardan bo'lib o'sha OpenAI tuzilishidan oldin ham bular harakatni boshlagan bo'lganda, lekin OpenAIda o'sha researcherlar, ya'ni bu tomonda olimlar ko'proq o'sha natijalarga erishadi, lekin hozir oxirgi trendga qarasangiz, Google'da Anthropic yutib ketyapti. Hozir qancha nimasiz bularda modellar aqlli, lekin odamlar qamrab olish jihatidan Google'da, chunki Google Chrome, ya'ni Chrome'da brauzerga qo'yib qo'ygan, Chrome'ga qo'ygan, Google Map'ni ichida integratsiya qilib yubordi. Siz xohlasangiz hamlasangiz ham Cloud, Anthropic Cloud ishlatsangiz ham Google'ga murojaat qilasizda, Chrome'ga, shuning uchun. Ya, endi Chrome'dan ishlatishingiz mumkin, lekin Google'da yutug'i allaqachon shu milliardlab odamlar Google produktlaridan foydalanyapti. Sizdan so'ramasdan turib shuni berib qo'ydi. Bizda Chrome'ingiz bormi? Sizda Google'da Gemini AI'si bor, u ishlatasiz, sun'iy intellekti bor. Yoki Google Map'dan foydalanasizmi? Sizda Google'da hozir ichida ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi update'larda Android bo'lsa bo'ldi. Android bo'lsa bormi? Google bor degan. Google bor. Shu jihatda qamrov jihatidan Google'da ustunlik bor, lekin modellarning kuchliligi jihatdan hozir Anthropic birinchi o'ringa chiqdi hozirgi kunlarda. Endi lekin musobaqa ketyapti. Musobaqa ketyapti. Shunga Amerika hukumatı bularda o'zini oqlaydigan joyi o'sha Amerika hukumatı yo'l ochib bergani, kimdir ertaga super intelligence yaratadigan bo'lsa, aqlli anaqani yaratsa, sun'iy intellektni, o'sha butun dunyoni boshqarish huquqiga, ya'ni kuchga, shunaqa kuchli odam bo'ladi yoki kuchli hukumatga aylanadi. Biz o'sha bo'lishimiz kerak. Xitoy emas, biz bo'lishimiz kerak dedi. Amerikaning ichida ham aytadi, OpenAI emas, biz Anthropic biz bo'lishimiz kerak, chunki biz ulardan ko'ra moralniy jihatdan buni qanday odamlarga ziyon yetkazmaydigan qila olamiz, tayyorlay olamiz degan mavzuni o'rtaga qo'yib harakat qilishyapti. Codex OpenAI-niki-ku, Codex OpenAI-da juda ham yaxshi, o'zim ishlataman. Codex ham Cloud ham ishlataman. Gemini AI-ni ham yaxshi tomoni, u ko'proq ma'lumot konteksti yaxshi bo'lganligi uchun ko'proq ma'lumotlar uni ham ishlatib turaman. Uni har bittasini o'zini ustunlik jihati bor. O'sha ustunlik jihatida qaysi sun'iy intellekt foydalanishni bilsangiz, o'sha joyda ishlatishni bo'ladi. Endi o'qituvchi sifatida yoki researcher sifatida yoki qaysidir ilm izlayotgan inson sifatida Google'da o'sha notebook AI ni sun'iy intellektdan foydalansa bo'ladi. Ko'pchilik bilgan bo'lsa kerak, hozir agar bilmaganlari bo'lsa, notebooklardan Google tomonidan ishlab chiqarilgan veb-saytga kirasiz, o'zingizning ma'lumotlaringizni yuklaysiz. Xohlagan misol uchun siz qaysidir iqtisodni o'rganyapsiz, iqtisod professor yoki PhD ish qilyapsiz. Ma'lumotlaringizni yuklaysizda, haligi o'zi ma'lumotlarni saqlab oladi, haligi bilan siz suhbat qilib o'rgansangiz bo'ladi. U maqsad olimlarga, nimanidir o'rganmoqchi bo'lgan odamlarga yengillik yaratish. AI'ni o'rganadi. Sun'iy intellekt siz unga ma'lumotlarni berasiz va o'rana shu ma'lumotlaringizdan kelib chiqib sizga savolingizga javob bera oladi. Misol uchun siz 10 ta kitob o'qishingiz kerak, qanaqadir ilmiy izlanish qilyapsiz yoki oddiy talabasiz, siz qaysidir mana misol uchun biz huquqshunos sifatida kodekslarni 10-12 ta kodeksni o'rganganmiz, o'sha kodekslarni hammasi yuklab turib, siz o'sha bilan LLM bilan gaplashsangiz bo'ladi. Mana shu narsa case berib, misol uchun manbani berib, o'sha bo'yicha sizga yo'nalish beradi yoki shunday. Mana bu kitobni mana shu bo'yi, mana bu moddasiga qarab turib, mana shunga to'g'ri keladi deb sizga yordam bera oladi. Bu hamma ishlatsa bo'ladi bu narsani. Til o'rganmoqchi bo'lgan odam, o'sha siz IELTSda materialingiz, ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan odam, IELTS materiallarni tashlab turib, gaplashib, suhbat qilib, haligi o'rganmoqchi bo'lgan narsalarni, grammatikami, writingmi, readingmi, qaysi sohalarda yo'nalishlardan savol so'rasa bo'ladi. Bular sun'iy intellekt hozir yangi davrga yana ham kirib kelyapti. Hozir u keyingi suhbatlarga yana ham ichiga kirsak bo'ladi. Balkim o'sha sun'iy intellektda mana Bay Area, Silikon vodiysida o'tiribmiz, O'zbekistonlik mutaxassislar ham juda ko'p. Shu sohani ichida, shuni ichida turgan akalarimiz, opalarimiz, ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, dasturimizga taklif qilib qolamiz. Juda ham qiziq mavzu. O'zimiz ham shuni ichida bo'lganligimiz uchun suhbatlashib, O'zbekistonda ham juda ko'p startaplar, ko'pchilik hozir qiziqqan bu narsani xalqqa yetkazsak bo'ladi. Yaxshi tomondan foydalanishi, dasturchi sifatida yoki oddiy inson sifatida biz sun'iy intellektdan qanday foydalansak bo'ladi. Shunday. Keyin Jura nima haqida gapirdik hozir? Xavf, sun'iy intellekt xavfi haqida gapirdik. Endi shu xavf, dahshat haqida gapirganda umuman Amerika hayoti haqida, o'zimizning boshimizdan o'tgan qo'rqinchli holatlar bo'lganmi? Jura shu haqida bir qisqacha gaplashsak. Yo'q, juda ko'p bo'lgan bu narsalarni hozir
o'zim boshimdan kechirgan bir necha voqealar bor. Manda ham bo'lgan, sizdan Bo'ldi, boshlaylik. biz boshlaydik unda. Xo'sh, birinchi voqeaga